Assalomu alaykum hurmatli anglag'uvchilar. Diqqatingizga diniy olim Muhammad Yusuf Muhammad Tursunning Din va hayot 2000 savolga javob nomli asrini sunduq. Yoqtirib anglag'aysizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Apo'challik go'zal axloqdir. 903-savol. İnsanlarning apo'challikdagi martabasi qanday? Javob. İnsanlarning turli qo'zg'atuvchilarga taqobil turish darajasi o'xshash bo'lmaydi. Ba'zilari oddiy ishlar uchunmi nodonlik qilib qo'ydi. Ba'zilar bo'lsa o'zining o'tkir tafakkuri va esil axloqi bilan o'zini tutib olishni biladi, ham turli qiyinchiliklar ustidan g'alaba qiladi. Garchi kishilarning ittilik, eg'ir besiqlik, aldiraqsonlik, sabrchanlik, sazgurlik, divanlik qatorli xislatlarning yuqori tuvan bo'lishi, ularning asli xarakterining qandoq bo'lishiga zo'r darajada bog'liq bo'lsa-mu, odamning o'ziga bo'lgan ishonchining boshqalarga muloyim bo'lish va ularning xatoliklarini afv qilish bilan muayyan munosabati bor. Haqiqiy ulug' odam kamolatga yetgan sari ko'ngli ko'ksi keng bo'ladi. Afvchan bo'ladi. Kishilarning orzusini qabul qiladi, xatoliklarini kechiradi. 904-savol. G'azabning qanday ziyni bor? Javob. G'azab odam avlodining qalbida yongan cho'g'dir. Ko'zlarining qizirib ketganligi, go'ran tomirlarining ko'pib ketganligi g'azabning eng uchiga chiqqan vaqti bo'lib, uni yengishning chorasi o'rnidan qo'zg'almaslik. O'ri turgan bo'lsa o'ltirib olishdir. G'azabning kayniga kirgan odam xudini bilmay ishlarni asliga keltirgili bo'lmaydigan darajada buzib qo'ydi. Ba'zi kishilar g'azablanganda o'zini besa olmaydi. Davomli terikib yuradi. Eg'izdan ko'pik qaynatib tillaydi, qarg'aydi. Bundaq qilish insoniy go'zal axloqqa zid keladigan qiliqlardir. Payg'ambar alayhissalom bir hadisda mo'min odam kishilarni tillamaydi, la'nat o'qimaydi, satgap qilmaydi va hayosizlik qilmaydi deb ko'rsatgan. Imom Tirmiziy rivoyat. Tez ochiqlanadigan odam ko'p hollarda ochiqning kayniga kirib, nurg'un ahmoqona ishlarni qilib soladi. Odatda ishq echilg'ili unimasa, uni tillaydi. Qo'lida turmagan saymonni sundirib qo'ydi. O'rkigan hayvonni qarg'aydi. G'azabning ziyni to'la, oqibati xatarlik. Shunga g'azabi qo'zg'alganda o'zini tutib olgan inson botir hisoblanadi. Payg'ambar alayhissalom sahobalardan sizlar qanday odamni botir deysizlar deb so'raganda, sahobalar hech kim yiqitolmaydigan odamni botir deymiz deydi. Bu vaqtda payg'ambar alayhissalom ularga javob berib, g'azablangan vaqtida o'zini tuta olgan odam haqiqiy botirdir deydi. Buxoriy va Muslim rivoyat. Hammaga ma'lumki, inson o'zini qancha tutib olgan sari, g'azabni qancha besib olgan sari, eg'iziga qancha ega bo'lgan sari, kishilarning savallikini qancha afv qilgan sari, uning kishilar va Allohning nazaridagi hurmati yuqori bo'ladi. Inoqlik. 905-savol. Inoqlikning hayotimizdagi ahamiyati nima? Javob. Musulmon odam kishilar bilan, xususan o'zining diniy qarindoshlari bilan hamisha inoq va ittifoq o'tadi. Chunki uning dasturi bo'lgan Qur'oni Karim Allohning diniga mahkam eslanglar va ayrilmanglar deb ta'lim berdi. Sura Al-Imron 103-oyat. Dunyoda kishilarni birlikka, inoqlik chaqiradigan biror din yoki falsafa topilmaydi. Har kim birlik, kuch, inoqlikdan quvvat tug'iladi degan haqiqatni yaxshi biladi. Ajdodlarimizmi birlashgan uzar, ayrilgan to'zar deb bekor aytmagan. O'tmishda biz birlikda, inoqlikda boshqalarga ulgu yaratgan xalqmiz. Shun biz Uyg'ur, ya'ni uyushgan, birlashgan deb atalgan ekanmiz. Ammo bizning hozirgi ahvolimiz bu nomga loyiq bo'lmay turmoqda. 906-savol. Bizga ulgu bo'ladigan inoqlik obidlar kimlar? Javob. İslamiyatdan burun Xazraj, Avs deb ikkiga bo'linib, yillar hatto asrlar bo'yi bir-biri bilan urushib, qon to'kishgan Madinaliklarning vayining tarbiyasi va iymonning kuchi bilan o'zaro qarindoshlardan bo'lib, qandoq o'zgarganligi va yer shardagi barcha millatlar uchun inoqlikda ulgu bo'lganligi tarix qat'iy unutmaydigan mashhur bir voqealikdir. Ular musulmon bo'lib, o'zaro birlashgandan boshqa Makkadan kelgan muhojir musulmonlar bilan xuddi nasabdagi qarindoshlardek o'zaro qarindoshlardan bo'lib, mol-mulklarini tangdan bo'lishadi. Hatto ko'p ayollar bo'lganlar Makkadan kelgan bo'ytaq muhojirlarga ayollardan ajrashib, iddatlarini to'shqizib, uylantirib qo'yish taklifini qo'ydi. Ammo ular bu taklifni chiroyli rad qiladi.
Musulmonlar shundoq birlashish va ittifoqlashish natijasida moddiy va ma'naviy jihatdan kundan kunga kuchayib berib, oxiri 3 qit'aning hokimiyatiga ega bo'lgan. Vaqtni qadrlash umrni qadrlaganlikdir. 907-savol. Vaqtning qimmati nima? Javob. Qo'lidan ketgan ko'p narsalar qaytib kelishi mumkin, ammo vaqt qaytib kelmaydi. Shuning uchun kesib aytishga bo'ladiki, insonning qo'lidagi eng qimmatli narsa vaqtdir. Payg'ambar alayhissalom bir hadisda ko'pincha kishilar qadrini bilmaydigan ikki narsa bordir. Uning biri tan sog'ligi, yana biri vaqtdir, deb ko'rsatgan. Buxoriy rivoyati. 908-savol. Aqlli kishilar vaqtni qanday qadrlaydi? Javob. O'zining foyda ziyinini biladigan aqlli kishilar cho'qim vaqtni qadrlaydi. Chunki vaqt uning hayoti va har narsasidir. Agar u vaqtning qo'ldan ketishiga yo'l qo'ysa, uni arzimas ishlar bilan behuda o'tkazib etsa, nodonlik bilan o'zini o'ltirib olganga o'xshash keladi. Inson tinimsiz holda oldiga ilgarilab mengyotadi. Falakning har bir aylanishi uzun yo'ldagi bosqichlarning biri hisoblanadigan yangi bir tongdan derak beradi. Insonning mana bu haqiqatni tushunib, uni ko'z oldida ayon bo'layotgandek sezishi, ilgari bo'lgan va keyin bo'ladigan ishlar haqida mulohaza yurgizishi oqilonlik emasmi? 909-savol. Musulmonlar vaqtni qanday qadrlash kerak? Javob. Musulmonlar vaqtning qadrini yaxshi biladi. Ular vaqt qilishga o'xshaydi. Sen kesmasang seni u kesidi degan haqiqatni yaxshi biladi. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Qiyomat maydonida bandining qadami qo'yilgan aman 4 narsadan so'riladi. Ömrni nima bilan o'tkazganligidan, yoshligini nima bilan o'tkazganligidan, pul-molni nadin tepib, nega ishlatganligidan, o'rgangan bilimi bilan qanday ishlarni qilganligidan. Imom Tirmiziy rivoyat. Qisqasi ko'zlab vaqtning cheklik ta'sirini yuzaki ko'rinishini ko'radi. Ammo vaqt erlarga soqol, ayollarga qo'ruq, tanlarga ojizlik elib kelish bilan billa oxiri ajalni chaqirib keladi. Demak bu hayotlik musobaqasi uzun musobaqaga tayyorlangan maydon bo'lib, vaqtni qadrlashni bilganlar va vaqtni ching tutib qilishga tegishli insonlik burchini joyida o'rindab, natija yaratish bilan Allohni va xalqini mamnun qilganlar utib chiqadigan musobaqadir. Oliy himmat va uning hayotdagi ahamiyati. 910-savol. Himmatning inson hayotidagi ahamiyati nima? Javob. Har qanday bir maqsad yoki g'oyani amalga oshirish uchun himmatli bo'lish shart. Himmat so'zi bir ishni qilish uchun intilish degan ma'noni ifodalaydi. Himmat har qanday bir ishni amalga oshirishning oldingi shartidir. Himmat ustunlik yoki tuvanlik bilan ta'riflanadi. Kishilar himmat jihatda bir xil bo'lmaydi. Ba'zilarining himmati oliy bo'ladi, ba'zilarining himmati tuvan bo'lib, tuvanlikdan eng oddiy darajagacha tushib qoladi. Ba'zi kishilar ulug'vor g'oyalarni faqat tili bilan orzu qiladi. Ularda shu g'oyalarga yetish uchun himmat bo'lmaydi, bundaqlar mag'rurlardir. Amalsiz orzu bilan g'oyaga yetolmas, va lekin dunyomi mehnatsiz kelmas. 911-savol. Qanday qilganda oliy himmatlik bo'g'il bo'ladi? Javob. Oliy hikmatlik va g'oyalik bo'lishning asosli omillari kurash, tirishchanlik, qilmoqchi bo'lgan ishga chin ixlos bog'lash, tarixda natija yaratgan ulguli kishilarning kechirmishlarini o'qib ibrat elish, oliy himmatli kishilar bilan ham suhbat bo'lish, kundalik ish tartiblariga amal qilish va muhim ishlarni oldingi qatorga qo'yish, takammullukka qarab harmasdan ilgirlash, himmatni zaiflashtiradigan barliq omillardan yiroq bo'lish qatorliqlardir. Oliy himmatli kishilar o'tganga hasrat chekmaydi, atini kutmaydi va bugunni g'animat biladi. Vaqtning torlig'idan ko'p dardlanadi. Vaqtni naq oltin deb biladi. O'zi irodalik, fikrda mustahkam bo'ladi va ikkilanishi oz bo'ladi. 912-savol. Himmatning inson hayotidagi roli nima? Javob. Inson hayotida himmatning roli cho'ng bo'lib, kishilar ko'z yetmagan manzillarga o'zlaridagi oliy himmatning sharofati bilan yetganligiga tarix guvohdir. Payg'ambarimiz Hazrati Muhammad alayhissalomning shonliq tarixiga qaraydigan bo'lsak, oliy himmatning namunalarini ko'ra olamiz. Tarixshunoslarning nazarida bir ummatni barpo qilish shu g'oyani o'zlariga nishon qilgan zanjirsimon bir qancha avlodga ehtiyojlidir. Ammo Hazrati Muhammad alayhissalom islom ummatini barpo qilishdan iborat bu ulug'vor g'oyasini chorak asrga yetmagan oz bir vaqt, ya'ni 23 yil ichida amalga oshira oladi.
Himmatni ko'tarishning choralari. 913-savol. Himmatni ko'tarishning choralari qaysilar? Javob. Kishilarning oliy himmatli bo'lishi shariat va aql har ikki tarafdan talab qilinadigan bir ish. Tuvandikilar himmatni ko'tarish va uni taraqqiy qildirishga yordamchi bo'lishi mumkin. Birinchi, kurash va tirishchanlik. Hayotlik iymon va kurashdan iborat bo'lib, kurash qilmasdan natija qozong'ili bo'lmaydi. Biz uchun kurash qilganlarni albatta yo'limizga yetaklaymiz. Ankabut 69-oyat. Ikkinchi, chin ixlos bilan Allohga yo'linish va yuzlanish. Oliy himmatmo bir katta ne'mat bo'lib, u so'ralmasdan berilmaydi. Uchinchi, o'zining ojizlik nuqtasini e'tirof qilish va uni isloh qilish ham taraqqiy qildirish uchun tirishchanlik ko'rsatish. To'rtinchi, kattalarning kechirmishlarini o'qib ibrat elish. Beshinchi, oliy himmatli kishilar bilan ham suhbat bo'lish. Oltinchi, kunlik ish tartibiga amal qilish va muhim ishlarni oldingi qatorga qo'yish. Yettinchi, har ishda himmatli kishilar bilan raqobatlashish. Sakkizinchi, takomillikqa qarab hormasdan ilgirlash. To'qqizinchi, himmatni zaiflashtiradigan barliq omillardan yiroq bo'lish. Oliy himmatli kishilarning sifatlari. 914-savol. Oliy himmatli kishilarning sifatlari qaysilar? Javob. Oliy himmatli kishilarning sifatlari tuvandagidek bo'ladi. Birinchi, o'tganga hasrat chekmaydi, atini kutmaydi va bugunni g'animat biladi. Ikkinchi, past orzu havaslardan butunlay yiroq bo'lib, hamisha ulug' va katta ishlarni o'ylaydi va turmasdan yuqoriga intiladi. Uchinchi, kishilarga yaxshi maslahat beradi va umumning ishlariga aktiv qatnashadi. To'rtinchi, qilgan har bir ishida yuqori himmatli bo'ladi, kelajakdan hamisha umidvor bo'ladi. Beshinchi, vaqtning torligidan ko'p dardlanadi. Vaqtni naq oltin deb biladi. Oltinchi, o'zi irodalik, fikrda mustahkam bo'ladi va ikkilnishi oz bo'ladi. Yettinchi, insoniyatning, xususan musulmonlarning g'amini yeydi. Sakkizinchi, mas'uliyatchanligi yuqori bo'ladi va hamisha o'yg'oq ham hoshyor bo'ladi. To'qqizinchi, o'zining qilishga tegishliklarini biladi va vaqtida o'rindaydi. 10. Odatdagi kishilar havas qilgan narsalarga havas qilib ketmaydi, balki talabi yuqori bo'ladi. Umid va uning hayotdagi roli. Umid maqsadga yetishning oldingi shartidir. Umid imonning mevalaridan biridir. Musulmon odam har ishda, har vaqt umidvor bo'ladi. Chunki bundaq odam eng avval xo'rlikni azizlikqa, beqarlikni boylikqa, ojizlikni qudratga, qiyinchilikni o'ng'aylikqa, qulluqni hurlikka aylantirishga qodir bo'lgan, ilm hikmatlik, cheksiz kuch-quvvatlik Alloh taologa ishonadi. Umid imonning mevasi bo'lganidek, uning qo'ldishidir. Iymon bo'lgan qalbda cho'qim umid bo'ladi. Tarixlar guvohki, umid kishilarni ko'z yetmaydigan armonlarga erishtirgan. 915-savol. Umidning hayotimizdagi roli nima? Javob. Ilm-fanning taraqqiy qilishi, kashfiyotlarning maydonga kelishi, turli yangiliklarning maydonga kelishi va asoratdagi xalqlarning mustaqillikka erishish uchunmi umidning roli nihoyatda cho'ngdir. Agar olimlar va kashfiyotchilar o'z zamonlarining saviyasiga kifoya qilib, kelajak uchun izlanmagan va umid bilan olg'a ilgirlamagan bo'lsa edi, dunyoning taraqqiyoti bir izda to'xtab qolgan, sirlar yeshilmagan, kashfiyotlar maydonga kelmagan va yangiliklar ijod qilinmagan bo'ladi. İnsanlar zamanımızdakidek fan texnika yangiliklardan bahramand bo'lolmagan bo'lar edi. 916-savol. Umidsizlikning ziyni nima? Javob. Xuddi umid imonning qo'ldishi bo'lganidek, umidsizlik kufrlikning jo'risidir. Ajdodlarimizmi umidsizlik shayton deb to'g'ri aytgan. Umidsizlik bilan kufrlikning o'rtasida zich bog'lanish bo'lib, bu ikkisining biri yana biri uchun sababchidir. Umidsizlik kufrlikni keltiradi. Kufrlik umidsizlikni keltirdi. Shunga Alloh taolo Qur'on Karimda shubhisizki faqat kofir qavmlar Allohning rahmatidan umidsizlanadi deydi. Sura Yusuf 87-oyat. 917-savol. Umidning turmushimizdagi misollar qaysilar? Javob. Bizning kundalik hayotimizda umidvor bo'lishning ahamiyatini isbotlaydigan misollar ko'p. Masalan, o'quvchi imtihonda natija qozonish umidini yo'qotgan vaqtda u o'rganish, muzokara qilish, kitob, daftar, qalam, maktab deganlarning hammasidan zerikadi. Bular uning ko'ziga set ko'rinadi. Chunki u qancha qismi baribir imtihondan o'talmaydiganligiga ishonadi.
Bundaq vaqtda uningga qilingan nasihat, tarbiya, munosib muhit, alayda xususiy darslar va boshqalarning hech bir kor qilmaydi. Faqat uning navbatdagi imtihondan o'tishga bo'lgan umidi qaytadan tug'ilgandila darsga kirisha oladi. Shifo tepishdan umidini uzilgan kasalmi shundoq. Shuningdek, odam har qanday bir ishdan umidini yo'qotgan vaqtda yo'riq dunyo uning ko'ziga zulmat ko'rinadi. Uningga sabablar tugagan, chora qolmagan, o'zi bo'lsa tugashgan bo'lib his qilinadi. Pokizlik. 918-savol. Islom dini pokizlik va tozlikqa qanday ahamiyat bergan? Javob. Pokizlik va tozlik islom dinining musulmonlarga elib kelgan eng esil sovg'alardan biridir. Musulmon odam har vaqt tozlikqa, pokizlikqa ahamiyat beradi. Uning teni, kiyim-kechaklari, uy ichi, oila oromlari hamisha pokiz, xushpuroq bo'ladi. Pokizlik eng avval islom madaniyatidir. Payg'ambar alayhissalom pokizlik iymonning yerimidir deb ko'rsatgan. Imom Muslim rivoyat. Musulmonlar 6-asrdan beri Payg'ambarimiz Hazrati Muhammad alayhissalomning boshchiligida har vaqt tozlik qilib, pokiz, esil, xushpuroq yurishning naqadar muqaddas ekanligini o'rganib va amal qilib kelgan. 919-savol. Pokizlik va tozlikqa ahamiyat berishning qanday foydalari bor? Javob. Islom dinining tozlikqa ahamiyat berish musulmonlarni uningga buyurishda, ularning tan sog'ligi, ruhi, dini uchun foydali bo'lgan ko'plagan oliy hikmatlar bordir. Qisqasi, badanni suv bilan yuvib turish orqali badanniki yiqimsiz hidlar yo'qoladi. Vujudning faoliyatchanligi oshadi. Faoliyatchanligi oshgan odam mayli dunyolik bo'lsin, mayli oxiratlik bo'lsin, o'zining qilishga tegishli vazifasini ruhliq, jo'shqonlik bilan komil o'rindash fursatiga erishadi. İnsan tabiatida ruh bilan tan o'rtasida pokizlik tarafidan bog'lanish bo'lib, badan kirlashgan vaqtda ruh tushkunlashadi. Badan pokiz, toza bo'lgan vaqtda ruhmi jonlanadi. 920-savol. Payg'ambar alayhissalom tozlikqa qanday ahamiyat bergan? Javob. Saudiya Arabistonda hozirmi Suqs. Bu joyning bundan 14 asr ilgirki holiga qaraydigan bo'lsak, shu vaqtdagi Arabistonning Suqs qurg'oqchilik cho'llarida tamoqdan burun va keyin qo'llarni yuvishga, kunda oz deganda 5 qatim tahorat elib, qo'l-putlarni, yuzni, go'yi butun badanni yuvishga, juma, hit va hit namozlarga, ommaviy faoliyatlarga, to'y-to'kinlarga va nazar chiroqlarga berishdan burun yuyinib, xushpuroq buyumlarni o'ziga, kiyimiga chechib berishning zarurligini o'rgatgan islom dinining naqadar madaniyatli ilg'or bir din ekanligi munozir qabul qilmaydigan haqiqatdir. Uyg'urlarda tozlik va pokizlik an'anasi. 921-savol. Uyg'urlar tozlik va pokizlikqa qanday ahamiyat beradi? Javob. Tozlik va pokizlik Uyg'urlarning diniy va milliy an'analaridan biri bo'lib, ular bu esil an'anasini eng dastlab barliqqa keltirgan. Eng madaniyatli xalqdir. Shunga ularda tan sog'lik zo'r boylik, sog'lom tanda sop aql deydigan aqliya so'zlar bor. Bu so'z javharlarning bebaho qimmati va ilmiy asosi bor. Chunki tan sog'lom bo'lgandila har qanday ishni ko'ngildagidek o'rindig'ili bo'lganidek, tozlik va pokizlikqa har doim ahamiyat bergandila tan sog'likni saqlag'ili bo'ladi. Shunga tozlik va pokizlikqa ahamiyat berish sog'lom bo'lishning oldingi sharti. Tozlikqa rioya qilishni odat qilgandila sog'lom, zerak, chechan va qovul bo'g'il bo'ladi. Tozlikqa ahamiyat berish, yaxshi tozlik odatini yetildirish bir millatning saposi, madaniyat saviyasi va esil fazilatining muhim bir belgisidir. Musulmonlar, jumladan Uyg'urlar tozlik odatini eng avval yetildirgan xalqdir. Chunki ularning dasturi bo'lgan Qur'oni Karim Alloh haqiqatan tavba qiluvchilarni do'st tutadi, pok bo'luvchilarni do'st tutadi deb ta'lim bergan. Sura Baqar 222-oyat. 922-savol. Uyg'urlarning pokizlik tarafdan o'zgichiligi qaysilar? Javob. Uyg'urlar har qanday bir madaniyatlik ilg'or, musulmonda bo'lishga tegishli barcha xislatlarni va go'zalliklarni o'ziga mujassam qilgan xalq. Ularning boshqa millat musulmonlarga nisbatan o'zgichiliklari tuvanligicha. Birinchidan, Uyg'urlar muhit tozligiga, jumladan oila aram, masjid, saroy, uy makonlarning tozligiga zo'r ahamiyat beradi. Ona vatandagi Uyg'urlar yashaydigan rayonlarda bu odatning naqadar gullanganligini ko'rgili bo'ladi. Chunki Uyg'urlar muhit tozligini milliy an'ana va diniy majburiyat deb biladi. Ikkinchidan, Uyg'ur o'rmon o'stirib, bog'voron bino qilib, gulgiya terib muhitni go'zallashtirishga ahamiyat beradi.
Şunu xalqimizda beg'i yo'qning teni yo'q deydigan hikmat o'rnagan. Payg'ambar alayhissalom qandoqli bir odam bir daraxt tiksa, insonlar yoki hayvonlar yoki uchar qushlar uning mevasidan yesa, uni tikkan kishiga sadaqining savobi beriladi deb ko'rsatgan. İmam Buxoriy rivoyati. 3-dan O'yli aramlarga suv sepib pokiz supurish Uyg'ur xonim qizlarining har kunlik sahar turib pittiradigan birinchi ishi. Uyg'urlar atiganlik namozdan fariq bo'lganda bolalarni turg'izib, kiyindirib, uy ichini pok-pokizni tozalab bo'lib, ondan nashti qiladi. Axlatni, yundini hargiz yo'l bo'yiga, suv kanallarga to'kmaydi. Shundaqla yo'ldagi to'siqlarni elib etish, yo'l yasash, ko'rik yasash, quduq qazish qatorliqlarni cho'ng savobli ish deb biladi. Ziroatlarni, gul giyohlarni nobud qilmaydi. 4-dan Uyg'urlar shaxsiy tozaliqqa alohida ahamiyat beradi. Namoz musulmon Uyg'urlarning eng oldingi vazifasi bo'lib, poklik, pokizlik va tahorat bo'lmasa namoz qabul bo'lmaydi. Shunga musulmonlar shaxsiy tozaliqni qanday sharoitda bo'lsin, har doim o'z vaqti soatida muntazam o'rindaydi. Uyg'ur musulmonlaridagi bu xil muntazam shaxsiy tozaliqni boshqa hech qanday bir millatda ko'rgili bo'lmaydi. 5-dan Umumiy Uyg'urlar yemak-ichmak tozaliqiga alohida zo'r ahamiyat beradi. Ular yemak-ichmakdagi halollar masalasiga nihoyatda bek ahamiyat bergan. Chunki musulmonlar halol oziqliqlarni yeyishga va haromni yemaslikka buyurilgan. Uyg'urlardan diniy intayin so'z, hatto kommunist bo'lib ketganlarning cho'shqa go'shtini yemasligi buning misoli. Qisqacha Uyg'urlar islom axloqini va islom madaniyatini o'zining milliy an'anasiga aylantirib o'tgan bir xalq. Musulmonlarning muhit asrash madaniyati. 923-savol. İslam dini muhit asrashga qanday ahamiyat bergan? Javob. İslam dini muhitni asrash va tabiatning saflig'ini saqlashga eng zo'r ahamiyat bergan bir ulug' din. Buni islom dinining butun ta'limotlaridan ko'rib olg'ili bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom muhitni asraydi, tabiatni suyatdi. İslam qo'shinlarini jang maydoniga avatish oldida hamisha ularga dal-daraxtlarni kesmaslikka, o'simliklarni yulmaslikka va ziroatlarni nobud qilmaslikka buyurdi. Buningdan boshqa Payg'ambar alayhissalomning haj yoki umrga ikrom bog'laganlarni Makkaning dal-daraxtlarini sundirishdan, gul giyohlarini uzishdan va har qanday bir o'simlikni yulishdan ma'ni qilganligimi muhit asrashga bo'lgan yerismanligi deb tushunishga bo'ladi. 924-savol. Musulmonlarning tabiatga qarata burchi qaysi? Javob. Tabiat Alloh taolaning san'atidir. Alloh taolo tabiatni insoniyatning manfaati uchun yaratib bergan. Har qanday bir musulmonning tabiatga qartilgan burchi tabiatdan yo'lliq oldi foydalanish, uni bulg'anishdan, kirlanishdan va buzilishdan asrash, uni suyish va qo'g'dashdan iboratdir. Uyg'urlardagi muhit asrash madaniyati. 925-savol. Uyg'urlarda muhit asrash qaysi darajada bo'lgan? Javob. Uyg'urlar qadimiy chog'lardan boshlabla muhitni asrash va tozaliqqa rioya qilishda dunyo millatlarining oldingi qatorida bo'lib kelgan bir millat. Ular tabiat qonuniga hurmat qilib, ekologiyalik tangpongliqni saqlashga zo'r ahamiyat berib kelgan. Shunga Uyg'urlarning ona makoni yop-yeshil, bog'i bo'stonliq va bakmi chiroyli bo'lg'achqa tarixdan beri har kimning zavqini qo'zg'ab kelmoqda. Uyg'urlarda ilgari bo'lgan urf-odat, diniy ong bilan yo'g'urilib, keyingi avlodlarga singdirilib kelinayotgan yosh not ko'chatni kessa yoki ushtivatsa, shu odam yosh o'lib qoladi degan hikmatlik cho'nqur ma'niga ega xalq tamsilini fasohatlik ilmiy yakun deyishga bo'ladi. 926-savol. Muhitni asrash savobli ishmi? Javob. Dinimizda tabiatni bulg'ash, uning tangponligini buzish, daraxt o'rmonlarni nobud qilish gunoh hisoblanganidek, daraxt tikish, muhitni yeshilliklar bilan zinnatlash savobli amaldan sanaladi. Payg'ambar alayhissalom bu vaqtda qandoqli bir odam bir daraxt tiksa, insonlar yoki hayvonlar va yoki uchar qushlar uning mevasidan yesa, uni tikkan kishiga sadaqining savobi yoziladi deb ko'rsatgan.